Sharq Turkistonda millionlagan Uyg'urning jazo lagerlariga qamalishi va zavodlarda zamonaviy qul qilib ishlatilishi dunyoning diqqatini tortgandan keyin bir qism siyosiyon va mutaxassislar buning 2 dunyo urushidan buyongi eng chong insoniy tragediya ekanligini ta'kidlagan bo'lsa-mu, lekin dunyo yana bu ahvolga sukut qilmoqda. Xitoy ommaviy taratqularida tarqalgan yangi videolarda vokzallarning kirish eg'izida sepki tizilib turgan minglagan kishining Xitoyga yo'tkalayotgan Uyg'ur yoshlari ekanligi bildirildi. Egilnishicha doiralar Xitoydagi sanoat rayonlarida zavodlarda arzon emgak kuch qilib ishlatish uchun yo'tkayotgan mingdan ortiq bu Uyg'ur yosh qiz o'g'il Qashqar viloyatining Yangisar noyisidan ekan. Xitoy virusidan kelib chiqqan vabo sababli Saudiya Arabistonda turib qolgan Uyg'urlar Turkiyaning yordamiga erishdi. Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligining raisi Hidayatulloh O'g'izxon ommaviy taratquv hisobida yo'llagan uchurida Saudiya Arabistonda turib qolgan va Turkiyadagi oilalar bilan jam bo'lamagan Uyg'urlar Turkiyaning fuqarolarini qaytarib kelish uchun borgan aeroplanda Turkiyaga olib kelindi. Sharq Turkiston jamoati minnatdorlik bildiramiz dedi. Wuhan virusi yuqumining ta'sirida Xitoyning tashqi savdosi bu yil birinchi faslda 6,4% tuvallab 6 trillion 575 milliard yuanga tushib qoldi. Xitoy bosh Tambojna mahkamasi e'lon qilgan tashqi savdo sonliq ma'lumotlarga qaraganda 3-oyda Xitoyning eksporti bulturga o'xshash mazgiliga selishtirganda 3,5% tuvallagan. Import bo'lsa 2,4% oshgan. Dunyodagi ikinchi chong iqtisodiy gavda bo'lgan Xitoyning eksporti 3-oyda 183 milliard dollar, import summasi 1 trillion 160 milliard yuan deb xotirlandi. Xitoyning davlat qarmog'idagi axborot organlarining Qozog'iston Xitoyga qo'shilishni xohlaydi degan mazmunda xabar tarqatishi ikki davlat orasida diplomatik kriz paydo qildi. Qozog'iston Tashqi ishlar ministrligi Xitoyning Qozog'istonda turishliq bosh elchisini chaqirib, Xitoy matbuotlarida chiqqan Qozog'iston burun Xitoy zaminining bir parchasi degan mazmundagi maqolaga norozilik bildirdi. Shuning bilan birga Qozog'istonning Bejindagi bosh elchixonasining Xitoy Tashqi ishlar ministrligiga ultimatum topshirganligi qayd qilindi. Xitoy virusiga qarshi kurash haqida Fransiyaga qilingan masxara va tanqid sababli Fransiya Tashqi ishlar ministrligi Xitoyning Parijdagi bosh elchisini chaqirib norozilik bildirdi. Fransiya Tashqi ishlar ministri Xitoy bosh elchisiga yaqinda aytilgan so'zlarning ikki davlat munosabatiga mos kelmaydiganligini bildirdi. Egilnishicha, Xitoyning Fransiyadagi bosh elchixonasining to'g'rida yakshanba kuni e'lon qilingan bir bayonotda G'arb davlatlarining virusga sal qarishi yoki tadbir ko'rishida kechikib qolishi yuqumni kontrol qilg'isiz holatga olib keldi. Bu ahvol bu davlatlarda hech qanday vijdoniy masala olib kelmaydi va uyqusini qochirmaydi deyilgan. Xitoyda Wuhan virusini qayta tarqatdi degan bahona bilan nachar muomalaga uchrayotgan afrikaliklar va amerikalik negerlarni yo'tkab ketish chaqiriq faoliyati boshlandi. Ko'chalarda yotgan va davolanmagan afrikaliklarni qabul qiladigan bir Afrika davlatiga yo'tkaydiganligini bildirgan Ugandalik danglik naqshchi Bobby Wine Xitoy hukumatini negerlarga qaratgan irqiy hujumlarni to'xtatishga chaqirdi. U dunyoning har qaysi joylaridagi afrikaliklardan bu faoliyatni qo'llashini talab qildi. Yaqinda Xitoyning Guangzhou shahri boshchiligida nurg'un shaharlarda afrikaliklar ikkinchi bir koronavirus yuqumi to'lqiniga sabab bo'ladi degan bahona bilan qora tanliklar savdo saroy, doktorxona va restoranlarda kamsitishga uchirgan. Hatto uy egalari va mehmonxonalar ularni turayotgan uylardan qo'g'lab chiqargan. Bu sababli nurg'un Afrika davlati Xitoyga turli yo'llar bilan noroziligini bildirgan edi. Shuning bilan birga Janubiy Afrika kishilik huquq qo'g'dug'uvchilari Xitoyda afrikaliklarga qilingan irqiy hujumni tanqid qildi.